Chaqalar yaxshimi? Bugungi videoroligimizda men shu akkauntda o'tgan galgi ikkinchi qism bo'ladi. O'tgan galgi videoni bunga kechki 9 soat qolibdi. Tushunmadim. Planda joy bor yo'q. To'g'ri, ular chiqib ketadi keyin do'stlar, olib qolgandan keyin bonuslarni shunda klanga qo'sha olaman. Uzr shamollab qo'yganman mana. Va vaqt cho'zmaymiz qani. Aytgancha Braziliyaning logosini qo'yib oldim. Xo'sh, aytganda vaqt cho'zmaymiz qani go do'stlar. Barselona bilan o'ynaymiz do'stlar. Azaliy raqib. Boshortni tezligi shunchaki kuchli do'stlar. Antoniga yetib qo'ydi. Voy. Antonining tezligi uncha o'xshamay qolganda do'stlar. Pasqatga ketib qoldi. Hali jarima. Zarba. Yo'q, xo'sh, Guler pressing qilyapti. Yo'q, Lamin Oyarzabalga to'pni qaytarib berdi, lekin Garsiya olib qo'ydi. Xo'sh, Lewandowski. Menda ham Lewandowski bor edi do'stlar, lekin sotib yubordi. 1 do'stlar, 1-1 emas, 2-1 bo'lib ketdi, yo 3-1 bo'lib ketdi. Bitta Pedri keldi, yopishga zarba Jones Garcia. Barselona gol qiyinlashib ketdi. Tezroq hal qilmasak o'zimizga qiyin bo'ladi do'stlar. Voy do'stlar, nima bu? Marko Normani pas bersa, hop. Oyarzabal. Gol do'stlar. Oy do'stlar, qanday vaziyatlardan nima bo'ldi? Bosilib ketish yomon-da do'stlar. Bani bosib yopishamiz. Shunda bosilib ketyapti. Hop, Rafinha bu yetadimi? Pas. Yo'q, Jongarcha chiqib keladi. Chiqib kelsa ham ushlab olmadi. Pul uchun foyda. 1 daqiqa, 1 sekund, qanaqa 1 daqiqa? Ichida gol urishimiz kerak. Yo'q, qanday? Shtarave. Hakam har doimgidek Barselonaga jon bosyapti. Oyarzabaldan gol do'stlar. Sizlar obuna qo'yinglar, biz tezroq 20 ta obunachi qilaylik do'stlar. Xo'pmi do'stlar, videomiz bitta o'yindan iborat bo'ladi. Lekin har kuni video chiqaraman. O'tgan galgi video sal kechikib ketdi. Keyin chiqarolmay qoldim. Uzr do'stlar. Lekin bundan keyin har doim karyera haqida videolar chiqadi do'stlar. Hozir Kuparela, Rafinha. To'g'ri, Barselona muxlisiman, lekin nega senda Rafinha bor desangizlar do'stlar. Barkaliya bor edi, umuman futbolchi olmayman. Shu akkauntni o'zini kuchaytirib tashlayman degandim. Strelka qotyapti, o'zi ham qotyapti telefonni do'stlar. Yo'q, taqatyapti do'stlar. Foydalanishlari juda kam. Mana shunday do'stlar. Va ikkinchi taymda maydonga tushgan Harry Kane hech narsa qila olmayapti. Dani Olmo bilan to'p olib qo'ydi.
Nikopasdan pas, haykam, birga bir, zarba va har doimgidek Joan Garcia what a save. Balday ham ko'kka tushib ketdi-ya do'stlar. Bir soriya ko'tarib. Do'stlar telefon qilib qolishdi. E'tibor bermaysizlar do'stlar. Do'stlar bu 2-0 bilan yakunlamasak bo'lmaydi do'stlar. Yuramiz do'stlar. Yo'q do'stlar. Bo'ladi do'stlar. Harikan va birgalar vaziyatda urolmasa uyga tegdi. To'g'rimi? Bir vaziyatda urmasa uyga tegdi. Do'stlar, bu telefon qilaveradi do'stlar. Uchun yo'qladim. Do'stlar, bu Jon Garsiyaga nima bo'lgan? Chang'aramasa save. Senlar nimaga Braziliyaning logosini qo'yib olding desanglar do'stlar. Bilmasam, o'zimga aytmoqchi kommentariyaga yozib ketinglar. Men keyingi qismda qaysi logo bilan video olay do'stlar. Do'stlar yozib ketinglar qaysi logo bilan video va birinchi o'yin yakunlandi va sizlar bilan o'yin yakunlab videoni yakunlab qo'yaman. Aytyapman, har kuni bitta video birinchi qism, ikkinchi qism chiqadi do'stlar. Xayr, sog' salomat bo'ling. Videoni ko'rganingiz uchun katta rahmat.